birinchi o'rinni yaulab oluvchi yosh jurchi Oliya Garipova chaqiriladi. Sizning olqishlaringiz ham endi ayolga nominatsiyada qo'lakni qabul etib oldi. Rahmat. Bu shavobimiz Neni Yıldız nominatsiyasining birinchi o'rinni yo'ldan olgan qizimiz Oliya Garipova. Sertaga ko'ngil shu programmasi redaktori Garipova Venera Farid qizi chaqirilib, Ümitli Yulduz nominatsiyasida 3 o'rin belgilandi. Chaqiramiz eng birinchi 3-chi o'rindan boshlaymiz. 3-chi o'rinni yo'llagan Yuqori Banashi ovuli yigiti Timur Shakirov. Timur Shakirov da bo'lakni Venera Farid qizi topshiradi. Hozir bizning bo'laklarni olib chiqadilar qizlar. 3-chi o'rin Timur Shakirov. Yuqori Banashi aylanib Allah qo'shavlari. Rahmat. Davom etamiz. Ikkinchi o'rinni yovlovchi bizning qizimiz Zay qizi Olisa Alzinova. Shoyxonatli Yulduz nominatsiyasi. Ikkinchi o'rin. Ham birinchi o'rinni yovlagan Zay shaharidan Ümitli Yulduz nominatsiyasida Rustam Muhammadjonov.